Endi esa shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsilotiga to'xtalamiz. Toshkent shahrida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar yoshlar va sport yo'nalishlariga mas'ul vazirlarning 9-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. So'nggi yillarda O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan va sport mamlakati sifatida tobora rivojlanib, aholi o'rtasida sportni ommalashtirish bo'yicha erishayotgan yuqori natijalari, yurtimiz sportchilarining xalqaro arenalarda qo'lga kiritayotgan ulkan natijalari Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlarning yoshlar va sport yo'nalishlariga mas'ul idoralari va rahbarlarning O'zbekistonga ilk marotaba jamlanishiga sabab bo'ldi. Xalqaro anjumanni O'zbekiston Respublikasi sport vaziri ochib berdi. Tadbirda Turkiy davlatlar tashkiloti bosh kotibi, Turkiya yoshlar va sport vaziri, Ozarbayjon Respublikasi yoshlar va sport vaziri, Qozog'iston Respublikasi turizm va sport vaziri, Qozog'iston Respublikasi madaniyat va axborot vaziri o'rinbosari, Qirg'iz Respublikasi jismoniy madaniyat va sport agentligi direktori, Qirg'iz Respublikasi madaniyat, axborot va yoshlar siyosati vazir o'rinbosari, Vengriyaning O'zbekistondagi konsuli, O'zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi direktori o'rinbosari va boshqa mutasaddilar ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ochiq tashqi siyosat natijasida Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar bilan barcha sohalarda, xususan xalqlarimizni yanada jipslashtiruvchi yoshlar va sport masalalarida o'zaro hamkorlik aloqalari tobora rivojlanib bormoqda. Tadbirda ham ayni jihatlarga alohida to'xtalindi. Ishtirokchilar yoshlar va sport sohasidagi o'zaro hamkorlikning istiqbollari haqida so'z yuritishdi. Bizden Türk mamlaketler uyumunun alqağında biz 40'tan aşık bağıtta iş alып barabız. Turkiy davlatlar tashkilotimiz 40 dan ortiq yo'nalishlarda hamkorlik olib boradi. Bular iqtisodiyot, tashqi siyosat, sport, yoshlar kabi ko'plab sohalar. Aynan yoshlar siyosati va sport bu ustuvor yo'nalishlardan. O'tgan Olimpiada o'yinlari va futboldagi sportchilaringizning yuqori natijalari nafaqat O'zbekistonning, balki butun turk olamining g'alabasi deb hisoblayman. Bu yig'ilish o'zaro tajriba almashish, kelgusidagi rejalarni muhokama qilishda muhim. Biz birgalikda bir kuchmiz. Biz birlikte güçlüyüz. Shuningdek, yig'ilish davomida kelgusida ikki va ko'p tomonlama hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, qo'shma loyihalar va tadbirlarni amalga oshirish kabi kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Turkiy davlatlari bugun barcha jabhada hamkor, turli sohalarni birgalikda rivojlantirish uchun aloqalarni mustahkamlayapti. Tadbirning muhim jihati shundaki, unda kelajagimiz bo'lgan navqironlarimizning istiqboli, hayoti, sportda erishiladigan muvaffaqiyatlari haqida fikr almashdik. Turkiyada sport sohasini rivojlantirishga qaratilayotgan siyosat haqida ma'lumot berdik va o'zbekistonlik hamkasblarimiz bizga bu yerdagi shart-sharoit, imkoniyatlar haqida gapirib berishdi. Bu tizimda hamkorlik juda muhim nazarimda, chunki sport hamjihatlikni, g'oliblikni, muvaffaqiyatni yaxshi ko'radi. Xalqaro anjuman davomida tashrif buyurgan mehmonlar davlatimiz rahbari tashabbusi asosida yurtimizda sport sohasini rivojlantirish, sport infratuzilmasini takomillashtirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan batafsil tanishtirildi. Shuningdek, mamlakatimizda sport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan sport tadbirlari, atletlar tomonidan jahon arenalarida erishilgan yutuqlarga bag'ishlangan video rolik namoyish etildi. Tadbir dasturiga muvofiq ishtirokchilar poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasi infratuzilmasi bilan yaqindan tanishdi. O'zbekiston prezidenti tashabbusi asosida bunyod etilgan ushbu yirik sport majmualari va ta'lim maskanlari nafaqat O'zbekiston, balki Turkiy davlatlar tashkilotiga a'zo mamlakatlar sport rivojida ham muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.